Shaxsan o'zim obzor qilgan pikaplar orasida eng katta dvigatelga ega bo'lgani Ford oilasiga mansub bo'lgan 502 litrli yoki 607 litrli объем motorga ega bo'lgan bahaybat dvigatellarni ko'pchiligimiz eshitgan bo'lsa kerak. Lekin 7,3 litrli benzinli atmosferniy dvigatelni ko'pchilik ham eshitmagan bo'lsa kerak. Bu V abrasini 8 silindrli 430 ot kuchini o'zidan chiqaza oladigan va daqiqasiga 5,5 ming оборот qiladigan va hamda 657 newton metrga ega bo'lgan chugundan yasalgan dvigatel aynan shu bo'ladi. Uzatmalar qutisi esa 10 pog'onadan iborat bo'lgan torque shift o'rnatilgan bo'ladi. Zavod holatiga 9 tonnaga yaqin buksirovka, 3 tonnaga yaqin yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan bu pikap ko'paytirilgan listli resor, podveska zavisimiy bo'ladi va komplektatsiyaga qarab Sterling yoki Dana moslari o'rnatilgan bo'ladi. Va pikapimiz FX Store komplektatsiyasida bo'lganligi uchun rancho amortizatorlari ham o'rnatilgan bo'ladi. Yuradigan omborxonamizning hajmi esa naqd 1800 litrdan oshadi. Platinum maqomiga yarashadigan interyer, B&O akustika, head-up display, o'rindiqlarda tabiiy charm va Blue Cruise sistemasi ham mavjud bo'ladi. Ford F250 Platinum FX komplektatsiyada kelganligi uchun juda ko'plab opsiyalarni o'z mijozlariga taqdim qiladi. Biz ba'zisi etdik, ba'zisi esa video ostida bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i 109.900 AQSh dollari bo'ladi, bojxona to'lovisiz.